bo'psizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shib olibsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tintakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichavering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujer jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Ya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima unda bo'lyapsan, ha? Dada! Oyim qilgan banni xalat kiyibsiz, tentakmisiz? O'sirda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga yotolmisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Yo, endi sadqaysar. Welcome. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak po'shti ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Sen choynak po'shingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz. Tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni. Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam. Kuyov, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi mana u. Oyi, parastat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi, qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parastat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi?